Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklar bilan jurnalist qiz. Toshkentdagi domda yong'in chiqdi. 20 kishi evakuatsiya qilindi. Poytaxt Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'p qavatli uylarning birida yong'in chiqdi. 20 kishi evakuatsiya qilindi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, voqea 6-avgust kuni Mirzo Ulug'bek tumani Peshkapa mahallasi Buyuk Ipak yo'li ko'chasida sodir bo'lgan. Soat 18:59 da yong'in to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar kelib tushgan. Chaqiruvga ko'ra, unda manzilga soat 19:06 da yetib borilib, soat 19:25 da o'chirilgan. Yong'inni bartaraf etishda 3 ta yong'in qutqaruv ekipaji, 1 ta avtonorma va 1 ta yong'in qutqaruv otryadi bo'linmasi jalb etilgan. Yong'in oqibatida 15 kvadrat metr maydonda uy jihozlar yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohat olgan va halok bo'lganlar yo'qligi aytilmoqda.